Uyghur yazgıçı Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut şirkatida ovozga olinib, Beliqut to'g'ridan o'tildi. Abbas qadamlari eg'irlashgan holda damelish uydan chiqib ketdi. Qayerdadir saqlab turgan o'g'il Hasan uning qo'ltiqlaridan yo'lab, palam-paylardan birini tushib uzitib qo'ydi. O damelish uyiga kirganda Yaqub hojim sovuq ichimlik qutisining yana birini echib ichib o'tadi. "Ha, Bechchiq mo'nishib ketdinglar-ku." U bilasan hojimning o'doliga kelib o'ltirdi. "Qadrdon, O'rimchida maymoq tasab qoldim-ya." "Hay, ota-ona bo'g'icha balasidan asramay qolamdi." Hojim haqiqiy ahvolni degisi kelmadi. "Ichamdi, chekamdi, o'ynamdi" deganlarni surishti qilyotdi shu. O'g'il Hasan sovuq ichimlik ichib o'ltirib, qadrdonning o'ziga qo'l qanot bo'lib qolganligi, yoshlar binosidan iborat cho'ng kollektiv uchun jon kuydirayotganligi. Hozir har bir do'kon mas'ullari, prikazchilari uningdan bakmi rozi ekanligini mamnuniyat bilan so'zladi. Yaqub hojim shahar ko'rgan, jamiyatga o'rnashgan, issiq sovuq beshidan o'tgan odam bo'lg'achqa, bundoq pasqa chiqqan to'pni urmay qolamdi. U qadrdonga berilayotgan 8 so'm komandorubka, 15 so'm yotoq, 350 so'm maoshni so'kib bir so'ziga turgan edi. U bilasan qadrdon to'g'riliq gap ochqiniga burni qulig'ig'ich to'ydi. Nomusdan osmon yiroq, yer qattiq bo'lib ketdi. "Men qoqpulidan oz to'l elib qol desam, u bilasan kam ko'p odamni boqadi. Bir tiyinni kam qilmay avatmasam bo'lmaydi" deydi. Bu vaqtda ikkimiz bir necha qatim takallashib qoldik. Yaqub hojim qo'llarini shetmak deydi. O'rimchidagi yerda oddiygina bir vaqtamoq 8 so'm tursa, siz berdigan 8 so'm komandor puli qandoqmi bir kun yeyasiz? 15 so'mdan to'van yotoqda yotsan deb belgilab beribsiz. U jon ko'ydirib ishlaganligi uchun poq suydik, ter, usuruq turib turgan 8 kishilik go'ndixonni yasunma. Men o'stirib beray. U bilan sening beshi tushib ketgan edi. Maoshni tanishimisan bo'lmag'idek. Bo'ldi qilingandi. Hozir uning hojati sizga tushmaydi. Hojim ochiqida pushang'ishib ketdi. Siz bergan pulni yetkazolmay, dehqonlarning mollarini Xanzo xo'jayinlarga o'tkazib, jinini beqib keldi. Hozir O'rimchi va Janubiy Shinjon bo'yicha uni bola saygigan deb maqtashib, beshini ko'tarishyotdi. Men anladim. Ishkirdan kelgan qoq savdogarlari, katta boylar qadrdonning 35 so'mlik yotiqini ko'rib, dahshat g'azablanib, "Sizlar Uyg'ur amaldorlari, boylari odam ishlatishni bilmaysizlar, qobiliyatli kishilarning qadriga aslo yetmaysizlar" deb vaqirishib ketdi. Lekin qadrdon bu 35 so'mlik yotoqning 20 so'mini yenimdan to'layman demadi. U yanada sizni oyidi. Men kamaqillik qildim. Uning iqtidorini ko'rib turibmi, sal qarabdimi? Ota-onasi u yoqda ishonmay, dilini ranjitsa, sizni bu yoqda iqtisodiy jihatdan qiynab, tor ko'chalarga boshlasanglar, oxir ashu bolani buzib olgan bo'ldinglarmi? Yaqub hojim xo'shmi demay chiqib ketdi. 13-bob. Jinim bolam Asad. Bu hujurda Achang Axtar Nisoning 600 ming so'mlik melini soqchilar qo'lga tushiribdi. O'zi orolga qochib qutulibdi. Shunga bizga mol kamligini bir oydan oshdi. O'smarxon o'g'li Asad arvohga yelinmoqda edi. Oshxonning kirimi bo'lsa yaxshi emas. Yo'g'a. Asad arvohning ko'zlari olaydi. Men sening xaridorlaringni bilmamdimi? Ular kirgan hamon orqa o'yliga kirib, qo'llariga bo'loqlab tutqizib qo'ysan-ku. "Jinim bolam, nima bo'lmayapmi?" dedi Husnarxon. "Senni biror ishni peshin tutib, o'zining ig'irligini o'zing ko'tarsan bo'lmamdi. Qiziqkansa,
bir ishning peshini tutaman deb tutqun bo'ldi. Asad arvoh onasiga g'iylaydi. Bo'lsa, shundoq ishni tep beramsa, o'zing topmamsa, O'smarixonmi hurpaydi. Sen emchakni menma deydigan kichik bola bo'lmasang, hammani chaynab yugizib qo'ysam bo'lamdi? Ey, menga xaris gap qilma. Asad arvoh yon pichida pullanglab turgan g'ilofliq pichoqni tutdi. Endi beshimni yeri o'tarmikan deb o'tirmayman juma. Asad arvoh onasi beshini yeri yetib, doktorxonada 22 kun yetib chiqqandan keyin ishton balog'iga g'ilofliq pichoqni esib yuradigan odatni chiqarib oldi. Xuddi oli inakning bolasi chala quyruq degandek bu O'smarixonga yalang'och bishorat edi. Mana shundan beri Asad arvoh qachonki xumari tutsa, onasiga bir qo'lini so'zsa, bir qo'li yon pichidagi g'ilofliq pichoqni silaydi. O'smarixonmo xuddi eg'iz tishini sug'argandek ming o'rib, bir tirilib, ko'nglik etkini ko'taratadi. Yo'tsidagi paypini qayirib, tirnoqdek sulyev bo'loqni elib beradi. Ham o'tuldig'icha ishkarki uyga yoki oshxonaga chiqib ketadi. Ziyon degan ochiq. U bir oy ichida pichiqini dastak qilib, qancha bo'loq olganligi, uning qancha pul bo'lganligini ko'ngilda detlab chiqqan O'smarixon beshing yeydigan o'lmaydigan juvoynimak. Mashina chaqi ostida mejilib o'larsan, g'oyib o'qin nesib bo'larsan deb qarg'aydi. Bunda qarg'ashlar Asad har qitim qoqishib turib mol olganda bir qancha kungacha davom qiladi. Xuddi itning qarg'ishi pit o'lmabdi degandek Asad arvoh bu oy, bu kunlarda mashinaning chaqi ostida mejilib o'ldigandek yoki g'oyib o'qin nesib bo'ldigandek emas edi. Mana bugunmi Asad arvoh pichiqini salab turib, ikki bo'loq molni onasini cherqirtib turib elib oldi. Sabr toqati chekiga yetgan O'smarixon uningga amalning yo'qida yelinmoqda edi. Balam, mana esirog'icha kallangni ishlatib baqsam bo'lmamdi. O'smarixonning chiroyiga bir shumliq soyi tashlagan edi. Pullar el og'ina, yaqin yo'riqlaringga ashu humuringni o'gitib qo'ysang, bo'ynidan bog'lagan itdek orqangdan so'kildab mengat emasmi? Qaysi pullar og'inlaka u? Kapildavamigina? Men quruqdan quruq javranayotganim yo'q bo'lar. O'smarixonning ovozi birdan pastladi. Qadrdon degan shu hozir beyib tinib ketdi. O'tganda xotandan yo'tgan 1700 tonna moldilla 400 ming so'mdan ortiq foyda ko'ribdi. Nima deydigan sen oy? Shundaqmish bo'ptimi? Sen chekishni desang bo'ladi. O'smarixonning qosh qapoqlari süzildi. Oshxonamizda tamoq yeyotganlarning hammasini og'zida sholgan xazinasi. Mana hozir u shu Sovetning 110 ming so'mlik Malada degan mashinasini haydab yurdi. Soqchilar tutib berib, "Pravon yo'qkan" deb 8 ming so'm jarimani qo'yibdi-ku. Bu haramliq soqchilar bizdek qonunsiz mashina haydaganlarni tutamiz deb jafo chekdi. Shuni ularga mukofot beringlar deb 20 ming so'm olib beribdi. Ta'sirlanib ketgan soqchixona uni bir hafta ichida prava hal qilib beribdimish. Bah, qadrdon ajab narx qilibdi. O'zi emas, dedi O'smarixon. Yo'lni topolmay gangrab qolgan, biror hunar yoki tijorat qilay desa, dasmoyisidan qiynalgan bolalardan chiroy sarg'aytib qonchisi kelsa, shunchasiga yordam qilibdi. Voy, kashfdek vaqtga ketdim. Zolim nima demoqchisa? Asad arvoh onasining ko'ziga qaradi. Qani, oqillarning maslahating bo'lsa, deb baqmamsa? Hey, qadrdonga endi qishni o'gitib qo'y. U odat tomoqim chekmasa, qandoq o'rgatgili bo'ladi? O'smarixon o'g'lining quliqiga pichirlagan sari Asadning ko'zlari qisilib, ko'p qalpoqlari metallab ketdi. Bu qavdak. Ya Allah, ana.
Şeytanı ders berdiğin xotin sende. O'smarxon bilan Asad Arvoh Qadirdan to'g'riliq ana shundoq yangi so'z qilib atganda. Qadirdan Daxiyan quruq mevichi va tarmoq shirkatining xo'jayini Yangminsan bilan Daxiyandagi bir oshxonada tomoq yeyish parang'i tushgan edi. Hozir 7-oyning o'ttirlari bo'lib, yangi qoq chiqishga yana bir oylik vaqt bor edi. Shunga ishkirdagi qoq savdogarlari, saygiyarlar va quruq mevichi va hayonkashlari bugun Daxiyan quruq mevichi va tarmoq shirkatining jannatdek beg'ida tunishish, kengishish, to'xtam tuzish yig'ini yechib o'tadi. İşkerden kelgen xo'jayinlarning ko'pinchisi Qo'ng'irtosh, G'arbi diyor, Daxiyan va musulmonlar shirkatlari bilan to'xtam tuzdi. Bu shirkatlar Qadirdan bilan to'xtam imzolamadi. Ammo ishkerdan kelgan xo'jayinlar ichida birla Song Jejung apandi Qadirdan bilan to'xtam tuzdiganligini bildirdi. Qoqchilik mezonida qoqchilar yezi kanatlarining kilosini 80 tin olganda ular Qadirdanga o'xshashlarga 1 so'mdan sotadi. Qadirdonlar shirkatlarga 1 so'm 20 tiyindan sotsa, shirkatlar ishkirdan kelgan xo'jayinlarga 1 so'm 40 tiyindan o'tkazadi. Ishkirdan kelgan xo'jayinlar zavod shirkatlarga 1 so'm 60 tiyindan yoki 2 so'mdan beradi. Qisqasi, qo'ldan qo'lga o'tgan sari keyingi xaridorlarning olgan mollarining bahosi eshib boradi. Shundoq ekan, ishkirdan kelgan xo'jayinlar qimmat to'xtaydiganligini bilib turib, shirkatlar bilan to'xtam tuzdi. Biroq kilosida 20-30 tiyin arzon to'xtaydiganligini bilib turib, nemishqa Qadirdan bilan to'xtam tuzmadi. Bu ish Qadirdanning ruhini tushiribli qolmay, qizg'inligini suslashgan edi. Uning yig'indan keyingi kayfiyatining birdilla tövallab ketganligini his qilgan Yangminsan uni oshxonaga boshlab kirib, bu ahvolning tegi taktini tushundirmoqda edi. O'ylab baq. Ba'zi hollarda yiroq yaqindagi mollarni elishda ma'lum persent pulni to'xtam tuzgan xo'jayin oldin berish kerak. Shundaqmi? Dedi yan xo'jayin Peter Montaniyev. Agar sen qo'ymichi bo'lib qarab, pulni elib qochib ketsan, qandoq bo'ladi? Bildim. Ular menga ishonmabdi. To'g'ri. Buning uchun sening Urumchida qo'ru joying yoki isil o'ylaring bo'lishi kerak. Yangminsan gapning postkallasin dedi. Undaqda sen biror yerga qocha olamsan. Qochgan taqdiringdami o'z ziminingni elib ketamaysan-da. Tushundim ya xo'jayin. Happalle. Sen aslında isil mashina necha ming so'mlik oliy yotoqda yotganing bilanmi ular sana ishonmaydi. Yangminsan endi hijib qo'ydi. Shunga ular qimmat bo'lsa-mu bizda qechib ketilmaydigan shirkatlar bilan to'xtam tuzganga. Yangminsanning tushuntirishlaridan xelini yeniklab qolgan Qadirdan oshxonadan qaytib chiqqandan keyin yan xo'jayinning qo'lini siqib turib, shundoq bir uy olayki, hayratlik sunnatlar, qimmat baholiq uy mulki bilan bezat, bajoyiki jannat qilib o'tay. Menga ishlanmagan oshu puldor xo'jayinlar oyilib ketamaydigan bo'lib qolsin, dedi. Yangminsan bilan Qadirdan tangli qoqoqlashib kulib etishdi. Qadirdan meg'iz ranglik ladani haydab shahar yo'liga qarab bormoqda. O Xotandan qaytib kelib, ikkinchi kuni 25 mashina Go'liqqa yetib keldi. Uni yan xo'jayinga o'tkazib, 4-kuni Yaq Fojim karvon atrofida 24 mashina bo'lib yetib kelishi. Uni Lombato elib oldi. Yana oradan 13 kun o'tganda oldingi qatim qaytib kelgan 25 mashina ikkinchi qatim kelishi. Uni yanala yan xo'jayin oldiga tortdi. Ammo Yaq Fojim boshchiligidagi 24 mashina Urumchiga ikkinchi qatim kelishi Udul poyezd stansiyasining yuk tushirish susiga yurib ketdi. Chunki bu 240 tonna mal Song Jejung xo'jayinga tabe bo'lib, Qadirdanning bir oyda bir qatim mandirdigan 4 vagon vazifasi edi. Hozir qiyolikdagi 1250 tonna maldan 25 mashina bir qatim qatnasa bo'ladigan 250 tonna mal texi yo'lda edi. Bu qatimqi sarxil maldan 500 tonna elib olib,
Onundan xelili nurgun deb ko'rgan Yang Mingsan xo'shalligida ishkirdan keltirilgan Lada mashinasini talon, har xil rasmiyat ham nopuslar bilan qadrdonga 110 ming so'm o'z narxida beribdi. Bu qatimki 1250 tonna maldan Ladani hisobga olmaganda qadrdonga 270 ming so'm foyda qolgan edi. Yang Mingsan Ladani o'zi haydab musofirlar mehmonxonasining qo'rosiga akilib berdi. Bu qo'roga har kuni 40-50 mashina o'zilmay kelib ketib turardi. Qadrdonning mashina olganligini anglagan bir yurtlik shofirlar ashu hovlining ichidan haydab qadrdonga o'gitishga boshladi. U yerni bos, bu yerni top, o'ngga bora, so'lga aylan deb 2-3 kun o'tib ketdi. Shanba kuni qadrdon bir avtobus shofirini mehmon qilib ham topan haqqi berib, Gulsoy qabristonligi tarafga chiqib ketdi. U şoförlardan imtihon olgan mashq maydonining mas'ul xodimini rozi qilib, shu yerda 2 kun mashq qildi. Qadrdon mashina haydashning velosiped minishdan oson ekanligini his qildi. Shundaqdimi, u 2-3 kunda bir qatim mashq maydonida ustamlarning yordami bilan astoydil mashq qildi. U tunji qatim mashinani haydab shaharga kirgan kunida qatnash qoidasiga xiloflik qilib, soqchilarga tutilib qoldi. Ammo u hech qanday yolg'on so'zlamay, rost gapini qildi. Soqchilar uning xotin shivisi qilgan so'zlarga mahliya bo'lib qoldi. Biroq uning pravsiz mashina haydaganligi va qatnash qoidasiga og'ir xiloflik qilganligi uchun 8 ming so'm jarimani qo'ygan edi. U atsi 20 ming so'm akilib berib, soqchilarga mukofot bersanglar, ular bek jafokash qadaylar ekan deb hammasini ko'ldiribdi. Shunga soqchilar uni mashq maydonida mashina haydatib va barliq mashq turlarini ishlatib bo'lib 13 kun o'tganda yeşil taşlık kichikkina pravo kinishkisini uning qo'liga tutqizdi. Ham soqchi boshliq uningga qatnash qoida nizomlarini obdan o'rgangan deb qatnash qoida nizomlari haqidagi bir kitobni berdi. Qadrdon Ladani xiyol bilan salqin haydab Dajaygo'ga yetib keldi. Yoqub hojim mashinani orqa yo'l bilan aylantirib, darvoza oldiga akelgili bo'lganligini ko'rsatib qo'yg'achqa, qadrdon aholi ko'chalaridan o'tib darvoza oldiga keldi. Hozir Yoqub hojimning mashinasi 10 ga yetgan bo'lsa-mu, uning Olmato'ga undaq yuk chiqqan, g'uljuga to'shiydigan mundaq yuk bordi, ammo mashina oldi qilyapti deb qaqshaydigan ishi hozirmi bor edi. U bu qatim qadrdondan qarz olgan 120 ming so'mga o'zi ozroq pul qatib, bir idoraning ishlatgan Ozod markalik mashinasidan 3 ni setib oldi. Hojim o'zi tinim topmaydigan ishchan odam bo'lg'achqimi, yukli chiqib qolsa safardan helali kelishim demaydi. Qadrdon uyga kirib kelganda Yoqub hojim novat solgan qeniq choyga to'g'ralgan girdan takkizib yeb o'tirdi. U piyolaga bir parcha navatni serib, ustiga choy qo'ymoqchi bo'ldi. Qadrdon "Men tattiq ichmayman" deb navatni elibdi. Ular non takkizgach, qiziq choyni peshonalari tarligicha ichishdi. Qadrdon karvot ustidagi ishchi nimalar bilandir tersida ching turgan so'mkaga qarab, hojimning yana safarga otilganligini bilib qoldi. "Hojimka, yana bir yerga iroda qildingizmi nima?" "Ha, cho'nchayam tez et. Hozir shofirlar xonimda yuk kesayotdi. Bugun Xudo xolisa, salqin tush bilan g'uljuga otilamiz." "Nima ekan u?" "Restoran, mehmonxona, ko'rgazmaxona, Shinxo kitobxonalarni ziynatlaydigan materiallar." "Voy voy. Ezib ichirmisingizmi? Qurilish ziynat buyumlari desangiz bo'lmadimi?" "Sen divanga ba'zida ezib ichirmisa, qapoq qallanga ololmaysa." "Siz bilan maslahatlashadigan bir ish bor edi, hojimka." "Tezroq demanglar, gacha." "Hojim sizdek bo'lsa, hargiz hojim bo'lmayman-a?" Vay. Qachonli bo'lsa, mushundaq deb odamning og'zini tuvoqlashga ustisan xumpar. Ha, degina qani. Endi demasang, yo'lda ichim titib bo'lib, mashinamni qiyib ketadi. Qadrdon bugun aytganki, qoq to'xtami yig'indagi ahvollarni qisqagina qilib so'zlab, o'zining uy zamini bo'lmasa ishonchlik bo'lmaydiganligi, ishkirdan kelgan boy xo'jayinlarni ishonch qilolmag'achqa to'xtam tuzmaydiganligini so'zlab berdi. "Uy olmoqchimisan?" dedi Yoqub hojim chinalarini yig'ishtirib etib.
Men sana dep qo'yay. Uy elish, o'ynashdigan ish emas. Shunga sizdek taqvodor, teqimi po'xtin masala so'rayapman-ku. Texim meni odam tillaydi deydi. Hojim terkib qoldi. O'zingchi. Shu sizni yo'qotdi. To'g'ri qildim xudoyim. Hojim kulib o'tdi. Elishmoqchi tepishmas deb voy bo'ldilar. Ha. Qo'ri joyba. Yerlik uy olamsa yoki binomi. Qishda qorni etib, yozda yomg'ir suyini to'kib, o't po'lab, kul to'kib o'tirishga nari cho'la. Ha bo'ldi qashima. Bino uy olaman desam bo'lmadimi? Dedi hojim chinlanib chaqab etib. Men hafta ichida qaytib kelib, ondan ishimiz ko'rib olamiz. Dajoygodni olsang, ish o'rniga yiroq bo'lib ketadi. Men seni eng chiroyli ham cho'ng silingan tovar uylarga boshlab o'pirma. Lekin bir shartim bor. Aqin aytma. Uy og'iningni hech kimga tunug'ich bo'lmaysan. Bu nima ish qandi? Hozir sen ko'zga ko'rinayotgan cho'lpay yulduz. Hojim emishgan holda qo'lini shertib qadrdonning ko'zining ichiga qaradi. Cho'lpay yulduzning judun, to'qol, qor yomg'irlari bo'lgandek, sening bundan keyin dushmanlaring, kushandilaring, ko'rolmas qitug'urlaring, hasadxo'rlaring paydo bo'lishga boshlaydi. Buning eng dastlabki xabarchilari qiz cho'kallar, ondan bir saptiki birodarlaring, kasbdoshlaring to'ydirmay hujum boshlaydi. Ularning dushmanlik giyohlari hasad urug'laridan opriydi bo'ladi. Shunga ular sening hashamatlik mehmon saroylaringdan, ko'rkam dochilaringdan, shahar bog'larining bo'lishini asla xohlamaydi. Dushmanlik bo'lmaydi desam, yurayotgan ham to'y qilmoqchi bo'lgan qizlaringga siringni berma. Mening to'y qilgan niyatim yo'q va yurgan qizim yo'q, dedi qadrdon o'ding'ishigan holda. Lekin ularga demang deganingiz sal o'shiq bo'lib ketdimi deyman. Hey, qancha o'shiq emas. Hozirgi vaqtda odamga emas, mol dunyo, uy zamin, nom amalga tegadiganlar ko'p. Bu yoqdan to'y qilib, u yoqdan dafn dunyoyingni tizimlab sotga opirib, mening o'yishimni ayirib beringlar deydiganlarni yo'qtab ayta olamsa. Bo'lib bu senda ko'ngilchak, goldun sarangni birdamda yonpash qildi. Bo'ldi menga, dedi qadrdon eshik tarafga sildi. Yana shu tilqiti og'zingiz ochildi. Yuring, sizni mashina bilan xonimga olib qo'yay. Yoqub hojim bo'sug'dan bismillah deb chiqdi. Ondan ishini go'pli qilib yepib, tuz qulupni aytib. Ular ladaga chiqqanda bismillahni unutmadi. Hatto qadrdon mashinani o't oldirayotganda bismillah deb hayda deb tanbih berdi. Mashina cho'ng yo'lga chiqqandan keyin qalpiqlari xiligicha metaldab nimalardir shivirladi. Mashina haydayotgan qadrdon ichida balkim safar oyatini o'qivasi kerak deb o'yladi. Qadrdon Yoqub hojimni xo'alin to'psatish bozoriga tushirib qo'yib xo'shlashdi. U ladaga chiqib olsa zodi chiqiskanmaydi. Shunga Qiziltog' bog'idagi soy yo'llarini, osmi ko'rik aylanmalarni cho'rgilab, musofirlar mehmonxonasiga yetib kelganda mehmonxonaning kollektiv oshxonasini taqib o'tgan edi. Kechki tomoq yeyish uchun do'stlik tarafga berishga eringan qadrdon yo'lning u qantidagi O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasiga kirmoqchi bo'ldi-yu. Biroq O'snarxon aboq to'xti, Kozimlarning so'rin talati ko'z oldiga kelishi bilan asta orqaga yondi. Ammo uning qo'rsiqi ochgan edi. Yana kelib, zulay etgan go'shdan burniga purapli turardi. Oxir qadrdonning irodasidan qo'rsoqning hukmi g'olib keldi bo'lg'ay, u bir besib, ikki besib yo'lning u tarafiga o'tdi. Qadrdon oshxonaga kirishi bilan O'snarxon hech ko'rilmagan xo'sh chiroy ichib, o'rnidan turgancha hol ahvol so'rab ketdi. Voy, o'rgilib ketay. Qadrdon boyvachchi bu. Anglasam, hotellarga berib ketsiz. Ata-onamiz urug' tuqqanlar tinchlikda? Tinchlikka. Qadrdon mangdab qolgandek bo'lib qolgan edi. Har qaysilariga salom aytdi.
Vay canım ey, salamet bolsun. Vay. Yurtning to'rg'ini chiroyli ko'rindi deb, yurtning tuzi, suyi, havasi degan boshqa bir gapga. Mana chiroyingizdan nur yig'ib turadi. O'smarxon biror kimga sharh bermoqchi bo'lgandek ishkirga qarab vaqirdi. Hay Zulay! Zulay qizim! Bu yoqqa bir chiqina. Shap bo'la. Yanları turgan Zulay tamoq etish bo'limidan yugurib chiqdi-da. Qadrdonni ko'rib, qizarg'inicha jim turib qoldi. O, Qadrdonning yotiqidan umidlari barbod bo'lgan holda qaytib chiqqandan beri uning yuziga qor yog'magan edi. O, Qadrdonni Xotanga ketgan kunlarda har kuni musofirlar mehmonxonasiga qarab yo'shirin urib, unsiz yosh to'kib, qanchag'an kechalarni xiyol to'rlarga cherminib o'tkazmadi deysiz. Ammo Qadrdon Xotandan qaytib kelib, bu oshxonaga bir qancha qatim kirgan bo'lsa-mu, Zulayni ko'rmagan edi. Chunki u ko'ngil orzulariga tunji qatim qarshi holda orqa hovliga yo'chirilgan edi. Mana hozir uning nozik siymasi suz titrayotdi. "Nima deysan, ona?" "Shuni so'rash ketamdi, qizim." O'smarxon xiyoliy o'tirgan Qadrdonga dushmanlik ko'zlarini tikdi. "Qadrdon akimizning amroq tamoqi go'shtdan qilib bering, qizim. Balam, qarang. Go'shtni ko'proq to'g'rang, a?" "Ma'qul, ona." Zulay ishkiri bo'limga kirib ketdi. O bir chog'dagidek onasiga orqasini qilib olib, piyoz chanib, go'sht to'g'rag'ash, Qadrdon bilan ko'z suhbati o'tkazadigan ishni qilmadi. Tamoq sunish to'shkidan pat-pat moraydigan ishni unutib qolgandek qiladi. Uning bunday qilishi albatta osonga tushmaydi. Tunji qatim qalb ko'liga tosh etib, tep-tinish suv betini tavratgan yigitni unutmoq unchola azobsiz bo'lmasi kerak. O'smarxonning ashq pechak gulidek echilib, kaklikdek sayrab ketishimi ehtimol qizi Zulay bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu qiz asirtini onasiga to'kkan bo'lsa, bu azozil xotun qani bu gadini qattiq bo'qchoqni bir sinab baqay, indaki kelamni kelmamdi deb o'ynayotgan o'yinlari bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, xotanning qaytib kelgili 2 oy bo'lgan odamdan yelini kelgandek hol so'rab ketamdi. Tehe, orliqlarda oshxonaga kirmisken qaşki. Uçaqlarda neydi qaptiken ha? Xuddi to'ydan keyin nag'ra, oshdan keyin zag'ir degandekli bir ishda bu. Zulay uchburjak qilib to'g'rilgan birlagan go'shtlarni sipoylik bilan shiraga qo'ydi. Ham oldirib qoldim, o'xshamidimikin deb pichirlagan edi. Qadrdonmi uning javoban sizning qo'lingiz tekkan go'shtdan o'xshamay qolamdi deb qo'ydi. Bu gap Zulayning butun badallarini jimiriltirdi. Shunga u darhol gapni boshqa yoqqa ib qochdi. Qadrdon aka, maktabga kechib qolmadingizmi? Ha, ishga qaror o'qishni bitirdim. Endi bormayman. Choyni qiyniq damlab akilaymi yoki suvsiraqmi? Ha, suvsiraq bo'lsin. Bo'lmasa odam uxlayolmaydi-ku. Malla uxlayolmaydigan o'xshayman desam, sizmi? Ko'zlari lepmanib yoshga to'lgan Zulay qayrilibla ishkirga kirib ketdi. U pichirlashish ham 2 yoshning chiroyidagi so'g'uq alang bilan tajribalik O'smarxonning nazaridan chetda qolmadi. U ichida xat munofiq. Bu nochiliklarini burningdan bo'laq, qo'ng'ingdan yumaloq qilmaydigan bo'lsam, O'smarxon bo'lmay ketay, deb shivirladi. Peshtoqta ichida chiroyi so'psur, ko'zlari olaygan O'smarxonning og'zini mitildatib, nimalarnidir devatqanligiga ko'z tushib qolgan Qadrdon sal ting'irqab qoldi. U ko'nglida yelila uning og'zidan tatli gaplar onarning donisdek to'kilib o'tadi. Endi nima bo'lganda? Sal esari bormi bu xotinning? deb o'yladi. Ongacha Zulay bir piyola bilan chaynakni patnosga selib ko'tirib keldi. U choyni 2 qatim so'rib, shamollarni cho'ktirayotgandan keyin Qadrdonga choy qo'ydi. Biroq o'ltirmay o'rtirdi. "Ha, qani o'tiring.
Göşnam bilan o'xshabdi. Sizni tetib baqing. Hey tangay, o'zim bilan bo'lmag'achqa, atgan go'shnimni bilan bo'lmadimikin deymi? Kimkan u sizni bilan emas degan? Ma'dana, uning burnini o'tay. Qaraysiz, devatgan gapini. Zulay tumshug'ini ushladi. Bo'pti. Men hozir taqdirga tanbadim. Ma'mu yakpay kepishdan biri chiqib qola. Zulayning uzun kirpiklarida shabnam tomchidak yosh ko'rindi. U gerçi qiziq g'ururining davati bilan ma'mu yakpay kepishdan biri chiqib qola devatgan bo'lsa-mu, ammo chiroydagi dil xastalikdan uning teshida yet o'ynab, ichida ro'z tutayotganligi chiqib turadi. Shunga qadardan Zulayning ko'nglini yasab qo'ymoqchi bo'ldi. Yakpay kepish emas. Qadardan gepining oxirini deb bo'g'icha Asad arvoh sirtin varqirg'ini chiqarib keldi. Zulay o'moqqina do'nsib ishkarga o'zin oldi. Ohoy! Bu qadardan imizg'o. Qadam muborak, qadam muborak. Ha, kelma Asadga, tomoq eg'iz degan. Bo'ldi. Qo'rsqim to'q. O'zing eliver. Asad arvoh uning uduluga kelib o'tirdi. Ha, ish vaqtdan qanig'ara ketyapti. Ha, qadar ahvol, ish qilib bo'lib qoladi. To'liq kamtarlik ketma. Asad shiraga urib qo'ydi. Hammani bilib turyapmiz. Bir o'g'lash yer tegidagi yilonning ko'shigini to'ydigan sagak yigitlar biz. Cho'mish yo'q Asadga. O'sakatlarga ishonma. Aras. O'tganda men doktorxonada behush yotganda yo'qlab kiribsan. Ham bir muncha javob ketsa. Dedi Asad arvoh. Rahmat sana. Senden Xudo haqqi, ben xush bo'ldim juba. Yaqin yo'riqlar o'tirsida kesal yo'qlash degan bog'o. Yaqin yo'riq da'vatamsa, akka qulangni. Mo'shigi ponchilla bir ko'rishib qo'yay. Asad arvoh qadrdonning qo'lini bir hazor silkidi. Lekin sen bizni ko'zga ilmaysan-da. O'ylab baqa. Biz degan bir yurtliq emasmi? Qadrdon ixtiyorsiz Zulay bir chog'da so'zlab bergan echinishlik fojiani eslab qoldi. Asad bilan Husnarxon o'ttirsidagi jadalmo yanada qadrdon to'g'riliq bo'lgan edi. Qadrdonni nimaga tillaysan? Uningdek fazilatlik, axloqlik bir bolani 7 iqlimda topolmaysan. U ya chekmisa, yo ishmisa, yo o'ynamasa, o'z o'qiti bilan hurmati kundan kunga ko'tarilyapsa, Zulay uningga nima qilsa arziydi. Ikkisi qamlashib qolsa, do'pponni osmonga otdi. Asad arvohning bu so'zlarini qadrdon hozirgacha unutgani yo'q. U faqat mushu madisi uchunla beshi yerilib, hayotidan ayrilg'ili tasli qoldi. Mana shundan beri qadrdon uningga yomon ko'zda qaramadi. U xotandan kelib bu oshxonaga bir ikki qatim kirgan bo'lsa-mu, uni uchirtolmadi. Bo'lmasa bir necha ig'iz chiroyli gap qilib, ko'nglini ko'tarib qo'yishni o'ylagan edi. Shunga Asadning bizni ko'zga ilmaysan degan so'ziga astoydil javob qaytarishni to'g'ri topdi. Asadga, bu nima degani? Dedi qadrdon jiddiy talaffuzda. Seni ko'zga ilmog'idek nima qildi? Biror yerga chaqirsang bormadimmi ya? Do'stlaringning oldida sundirdimmi? Yoki biror gapingni ilik olmay yervatdimmi? Qadrdon atrofga bo'yindab qaradi. Oshxonada hech kim ko'rinmaydi. Kecha bir vaqt bo'lib qolg'achqimi, Husnarxon uyga kirib ketgan edi. Faqat Zulaylar tomoq etish bilimida nimalardir taraqiltib, qochiq quchlarni yuyib Bu degan to'g'ri. Asad qadrdonni tomoq tutib edi, qadrdon olg'il o'ngdi. Mana, mo'shundaq odamning suyini qochirsan emasmi? Hay bu cho'qara, o'g'il bolaning qildigan kayfi juma. Qadrdon noiloj tomoqini qo'liga olishi. Asad uningga chaqmoq chaqib berdi. Rastaysa, bu chaqcha seni bir o'yin tutib qo'ygan bor edi. Dedi Asad tomoqini sho'rab etib. Chunki
pulni zamonga bermay qattiq ishlayapsan. Qarisan, charchaysan, iching pushidi. Ammo biror kecha ko'ngling yayrug'idek o'ynab qo'ysang, leppida hardiqning chiqib, yeniklab qolasan. Shundaqmi? Qadrdonning ko'z oldiga sol selib, naqshi aytib, tansi o'ynaydigan qiz yigitlarning ranglik o'ltirishi kelgan edi. G'ayratchan bu, Aysa Xananjir, Abay gitarlar Beijingga ketmasning oldida uni bir qatim oshundoq ranglik o'ltirishga olib borgan edi. Lekin qadrdon haroq emas, odatdagi so'g'uq ichimlikni ichmay so'rindan chiqib ketgan. Amsqara, ata Isilzod bilan mehmonxonasidan yota qolayli. Mening bir ishga do'stim keladi, dedi Asad arvoh pichirlab. Seni ko'nglingni bir ichib qo'yay. Qanaqa desa? Ya buningmi qusuri chiqramsayas? Yo'q. Qadrdon biroz ikkilanishdan keyin beshini minishdi. Soat nechida boramiz? Naq 6da. Lekin ikkimiz shular bilan berib, yotoq ham osh tomoqni o'rinlashtirib qo'yib qaytib kelamiz. Qadrdon atsi atigan G'arbi diyor meva-cheva shirkatining to'p setish bozoriga kelib, ikki qoqchining 13 tonna melini tekshirib oldi. Ondan Qo'ng'irtoshga kelib, bir besimdorning 9 tonna guli-qoq monikini oldi. Gerçi bugungi 22 tonna mol odatdagidan qimmat bo'lsa-mu, sifati yuqori sarxil edi. Bu mallarni G'arbi diyorning xo'jayini Jan Kallek, Qo'ng'irtoshning po'chisi Longdato yoki Daxiyanning taqirbeshi Yangningsanlar bilan aloqalashib bo'yicha tush bo'lib qolgan edi. Shunga qadrdon mol egillariga zakorat pul berib, atigan o'tkazdiganligini aytib ketib qoldi. Qadrdon Lada bilan O'snarxon jannat ne'matlari oshxonasi oldiga yetib kelganda Asad arvoh jiddiylashib, u yoq bu yoqqa bo'yindab qaravotdi. U oldida chippida to'xtagan mashinaga qarabla ko'ngli joyiga tushgandek cho'nqur tinib qo'ydi. Seni endi kelmaydigan bo'ldi deb turadi. Asad kabinkaga kirib o'tirdi. Nima bo'lsa, kelganing yaxshi bo'ldi. Va'da qilgan to'san. Ular tog'dan bog'dan paranglashib, Isilzod bilan mehmonxonasiga yetib keldi. Qadrdon 800 so'm pul to'lab, 2 kishilik oliy yotoqqa ta'lim kestirdi. Ondan Isilzod bilan mehmonxonasining restoraniga kirib, tomoq, har xil qo'rma, pivo, qizil uzum hariqi buyurtib, soat 6da yotoqqa yetkazib yurish mulozimat haqqi to'ladi. Qadrdon, aqaraqni 2 botilka qo'shib et, dedi Asad asta shivirlab. Nimaga qaraysa? Sen ichmagan bilan ichadiganlar bor-da. Qadrdon Isilzod bilan mehmonxonasiga 1600 so'mdek pul xarjlab qaytib chiqdi. U Asad arvohni jannat ne'matlari oshxonasi oldiga kelib qo'ydi. Qadrdon, soat 5 bilan mashaga men og'ilka, birga ketamiz. Asad mashina derizasiga engishdi. Esan bo'lsin, yana unutib kelib yurmayman. Xotirjam bo'l. Men o'ncho'la unutqoqlarni emas. Hay to'xta. U asta shivirladi. Isroq jabdunib kelasajmi? Shuningga qaraganda Isilzod qizlar ketgan o'xshamamdi. Bunga gap ketmaydi. Qadrdon mashinani aylantirib ketib qoldi. Uning qarisi ko'zdan yo'qolgandan keyin Asad oshxonaga yenib kirdi. Bayotdan beri ularni ko'z tutib turgan O'snarxon o'rnidan lekkida turib, peshtaxtaga jaynakladi. Ham beshidagi o'g'liga yaqin akeldi. Hey, qandoq bo'ldi? Beliq qarmoqda elinde. Hamsa, beliqning yemidan bermamsa? Tutay mana. O'snarxon paypiqidan tirnoqdek ikki bo'loq yem elib, o'g'lining olqiniga yumdirib qo'ydi. O'sha yeta? Pisiqlik qilma. Har qanday o'g'il bola qiz bolaning oldida chenib qolgan hamon zahar bo'lsin yutadi, dedi Asad onasiga qo'lini sunib. Uning bir kechada kam bo'lganda 2 qatim chektirma. Qani, yana beri.
Estağfurullah. O'smarxonning qo'l qalpoqlari titrdi. Yo'l ko'rsatganimga to'yg'izingsan meni. Har qanday qo'sh bolasini ko'ndirgandimi, uni kunda doncha ichib berdi. Asad yijaydi. Eliten vaysig'ila to'sam, uni qanday ko'ndiralayman? O'smarxon eg'izlari metaldag'ash, titragan qo'llarida paypuqidan tırnaqdek bo'liqdan yana ikkin elib berdi-da. Kam deganda 1200 so'm to'zib ketdi deb o'dinishdi. Ammo yeyishdan og'zi kalashdek bo'lgan Asad arva 1 gramlik 4 bo'liq heroinni qo'yun yonchiqiga soldi. "Ey, eliqi javoblaringni deb qo'y." O'smarxon atrofiga ko'z tashladi. "Hamma hunarlarni ishga solsin. Ау boyvachchi o'g'rini izzat atqizib, erlik g'ururiga paylamay heroinni o'zi talab qilgan bo'lsin. Chatoq yo'q." Darvaqa shu kuni soat 6lardan oshganda Esizodlar mehmonxonasining 209 nomerlik oliy yotqiga o yerda 18 yoshlar chomisida o'xshash kiyingan ikki qiz kirib keldi. Ularning porrak xo'rum yo'tqinlari shunchalik qisqa ediki, qo'ziqi suyulingan daraxt qo'ldek oppoq, to'm, siliq, parqirib turgan cho'ng yo'tillari xeli bir yerlargacha uchiq. Har qanday arzotining havas ishtiyoqini qo'zg'aydi. Asad arva o'rnidan turganicha ko'ni qanidaslardek g'ulashlarni kerib, vor-vor vaqirib so'zlab ketdi. Mana shahrimizning bel tojillari Rashida bilan Oybeliqning so'rinimizga daxil bo'lishi biz uchun bir omaddir." Asad qizlarni yuqoriga taklif qildi. "Qani, divan kelinglar, aram elinglar. Qaranglar, tayyorlab ketganlarni. Men sizlarga shamol durg'ishni o'dillab qo'yay." Asad shamol durg'ishni ularga qaratgandan keyin qadrdonni tunishtirdi. "Men sizlarga bir necha qatim gapini qilib bergan do'stimiz qadrdon boyvachchi bo'ladi. Yaxshimisiz?" Qizlar o'rinlardan turib salom qilishi, qadrdonmi o'rnidan turib ularga so'z ta'zim qildi. Yaxshimisizlar? Sizlar paramishinglar?" dedi Asad telefon trubkasini qo'liga olib. "Men restoran telefon berib o'tay. Endi tamoqlarni akirsin." Qadrdon udulda o'tirgan ikki qizga chandurmay nazar tashirdi. Rashida tuxum yuzlik, bodam qapoq, sheqir ko'z, sarg'ush bo'diri sochlari mo'rillarda yeyilib turgan o'zgacha go'zallikka ega qiz edi. Oybeliq bo'lsa oy yuzlik, qonshorlik burunlari navot suyidek parqarab turgan. Kirpiklari qo'yiq ham uzun bo'lg'achqimi, cho'ng ko'zlari xumarlashib ko'rinadigan, dolqun qora sochlari ballarga tushgan, go'zallikda nuqsonsiz bo'lib, Rashidaga qaraganda zilva va sal egizarak ko'rinadi. Asadkamdan anglashimizcha, tijoratning neg'izini chaqqan bani saygingan ekansiz, shundaqmi? Uncha bo'lam emas. Asadkam sal oshirib yetibdi. 17 yoshga kirmayla ostingizda Sevitning Lada mashinasi necha yuz tonnalab mollar qo'lingizdan o'tib olsa, Asadkam yana oshirib o'tgan bo'lamda. Rasli kamtargansiz jumi? Rashida tortinishni bilmaydigandek qiladi. U og'ziga nima kelsa yondirmay daveradi. Bundaq turgullik Oybeliqda yo'q. U qizarg'inicha jimjit o'tiradi. Ahvoldan qaraganda u bundaq o'yin tomoshalarga kirishganiga ancha uzun bo'lmagandek qiladi. Ana ayt shu qoqchilik qilishqa. Qadrdon qizdirib ketdi. Bu qanchalik cho'ng ishdi. Tijorat deganda uning turining qanday bo'lishi baribir, dedi Rashida gapini yo'rg'ildi. Muhimi shuningni g'alaba qilib yo'l tutib ketishda. Mana Janubiy Shinjon bo'yicha emas, balki ishkirdagi cho'ng xo'jayinlar sizga voy deb turdi ekan-ku. Endi ular molni mendan ilib o'tqashqa
ancha-muncha vaydab qo'yish qanchalik ishdi? Qadrdon kulib qo'ydi. Men uni ancha sho'ngib ketmayman. Bu jahil bola saygiyanga gap yugizmak tas. Asad gapga aralashdi. O'zininkini rost qildi. Dunsiba odam nima desa, nima qilsa yarashadi? Oybekning so'zi hammani kuldiribdi. 14 yoshdan boshlab ko'zil ko'rinish oson emas-da. "Ey, masarangni?" dedi Rashida do'stining beqinni chimdab qo'yib. Bayatdan beri og'ziga talqon sevagandek indamay o'tirdi. Endi qadrdonga yon bosib ketganini ko'raymi? Eritulla yurak pa o'pki giz-giz bo'lib qoldi nima? Rashidaning gapidan hammasi qattiq kelishib ketishdi. Angacha restoran mulozimlari orqa-orqadan qo'rdoq, to'xu qo'rdig'i, to'xu kavpi, siq kavob, parmoda, Petermonta ham har xil qo'rumlar bilan so'g'uq saylan akirishga boshladi. Ular oldinlariga qizil saldamlarni tortib, tamoqqa tutish qilishdi. Asad arvoh bilan Rashida ikkisi shapur-shupur, malash-mulush ovozlarni nimalargadir o'qishtirib, chaqchaqni boshlab Tamoq yeyilib, qo'llarni surtganga qadar ko'lik chaqchaq davomlashib turdi. Asad oq aroqning og'zini ochib, romkalarga tanglab turishi. Qadrdon o'zining oq aroq ichib boqmaganligini, shunga qizil uzum harg'idan qo'yib berishni o'tingan edi. Asad qat'iy rad qildi. So'rinimizning kayfiyatini buzma. Mo'shundoq yig'ilishimizning hurmati uchun dastlabki qizlarning oqdan bir romkani ichdi. Undan keyin talablar bo'yicha bo'ladi. Bundoq so'rinlarning rasmiy qoidalari ancha bilib ketmaydigan qadrdon Asad bilan Rashidaning to'ldirib qo'ygan 2 romka oq xaroqni go'ppidi ichib etganligini ko'rib, amonsiz romkani qo'liga oldi. Oybekmi hol aytib, qaqshab o'tirmayla romkani oldi. Qadrdonning qo'lidagi romkaga uribli ko'tarib etdi. Bundan boshqalar cho'rqirishib ketishdi. Bir romka oq aroqni qandoq ichish azobi bilan erlik g'ururi o'tirsida xilida erishish bo'lgandan keyin qadrdon erlik g'ururini sharmandalikka qo'ymaslik uchun bir romka oq aroqni ko'zini yumibla kaniga urdi. Lekin qattiq seskanib, cho'ng ko'zlari lep-miliq yoshga to'ldi. Ichiga bir kapkur qo'qos to'kayotgandek to'lg'inib ketdi. Uning bu holidan hammasi qoqoqlab kulishib ketishdi. Beliq şirketida ovozlanib, Beliq to'rida antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga chanlatdik. Davomini ertadagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.